Jamoamiz bilan ertasi kuni syomkaga bordik. Pastida o'sha etajning pastida boshqa epizodni syomka qildikda, shuni tepaga chiqsak, butun etaj buzib tashalganda. Ba'zida yovuzlik sizni yoningizda bo'ladi, yaqiningizda bo'ladi. Men uchun film ham shu haqida. Tomoshabin qachon personajga ishonadi, qachonki o'zini ko'rsa. Nechinchi yilda boshlagansizlar? O'zi bu Qozog'iston bilan совместно bo'lgan birinchi. Ayollarimiz uchun Bekalar degan serial qilamiz, xudo xolasa. Gollivudda bo'ldi syomkalar. Sekret emas, ikkinchi sezonni yozib olamiz. Zahro personajiga ham men tomoshabinlar yana ham chuqurroq va boshqa tomondan ham qarashni xohlagan bo'lardim. Bosh rolga Clint Eastwoodni olmoqchi edik. Byudjet kelmadi-da. Uni albatta tatuirovkasi bo'lishi mumkin. Soqoli o'sgan bo'lishi mumkin. Doimiy chakishi mumkin. Bu holangi ichishi ham mumkin. Biz uni qamoqdan kastim shunda olib chiqa olmaymiz-ku. Bizning har bitta serialimiz faqat ko'ngil ochar emas, undan tashqari nima deydi, mesajni yetkazadigan bir kontent deb ham hisoblaymiz biz. O'zbek kinosida sifatli detektiv triller topish ba'zida jinoyatchini topishdan ham qiyinroq kechadi. Ammo yaqinda ekranlarga chiqqan 97-modda seriali bu qoliplarni sindirishga jiddiy harakat qildi. 2007-yil o'lim jazosi bekor qilinishiga sanoqli kunlar qolgan bir paytda podpolkovnik Ergash aka vaqt bilan poygaga kirishadi. Bugun biz qotil kimligini qidirmaymiz. Biz umuman boshqacha tergov o'tkazamiz. Xo'sh, 97-modda muxlislarning gadjetida paydo bo'lishidan oldin uning ijodkorlari qanday chig'iriqlardan o'tdi? O'zi bu serial qanday suratga olindi va suratga olish ishlari qanday kechdi, qanday qiyinchiliklar bo'ldi? Ichki munozaralar, ichki oshxona qanday bo'ldi? Va bu serial o'zbek kino sanoati uchun nega muhim? Bugungi videomizda ushbu savollarga javob topishga harakat qilamiz. Tergovni esa rejissyor, operator, bosh prodyuser va ssenaristlar orasida o'tkazdik. Demak, boshladik. Ssenariy o'zi qachon paydo bo'ldi-yu, bu qachon amalga oshdi o'zi? 3 kishi birlashib yozdinglarmi yoki kimdandir chiqqan ideyami bu detektiv triller seriali? Bu avvaliga Elshandan chiqqan. Elshan shu manyak haqida Shohruh bizani bosh prodyuserimiz manyaklar haqida istoriya aytib bergandan keyin bu uni ideyasini tayyorlagan. Ideyasini tayyorlab olib kelgan, adashmasam 2 yilcha oldin. 2022-yilda. 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 Undan keyin bu vaqtinchaligiga uni qo'yib qo'yilgan ideyani. Keyin yaqinda yana shu narsa ko'tarilgandan keyin, mana shu narsani qilamizmi degandan keyin, biza to'g'rirog'i men qo'shildim bularga. Men qo'shildim va uchalamiz birgalikda ishni boshlagandik. Keyin uni ustida ishlandi, qayta har xil ideyalar ko'rildi va mana shu hozirgi sizlar ko'rgan ko'rinishga kelgan. Bu demak 4 yildan oshiqroq davom etgan o'rtada pauzalar bilan. Shunaqa desa ham bo'ladi. 2022-yilda ideya chiqdi. Keyin уже mana 2025-yilgacha u ideya bilan hech kim ishlamadi. Tururdi, yotdi-da. Shunday desam bo'ladi, nayrni. Syomka qachon bo'lgan edi serialda? Syomka jarayoni mana kreativ prodyuserimiz. Syomka jarayoni o'zi nimasini aytmoqchi edim? Researchlar qilib, bu umuman ssenariy ko'rinishida tayyor bo'lgandan keyin o'rtada podgotovka boshlandi. Podgotovkalar ham qancha davom etdi? Deyarli 3 oy davom etdi. Podgotovkalar ham, aktyorlarni tanlash, kastinglar. Undan keyin o'sha bahorlarga kelib, bahor oxirlarida, yozgi boshlarida syomka boshlanish arafasida edi. O'sha paytda motor berganmiz. Keyin asta-sekinlik bilan mana shu kuzning oxirlarida tugatdik. Syomka jarayonini o'zini. Mana hozir ko'pchilik tushunmasligi mumkin-da, ssenarist nima ish qiladi-yu, rejissyor nima ish qiladi? Mana shuni qisqa qilib tushuntirib bera olasizlarmi? Qanaqa farqi bor ishlar? Ssenarist ssenariy yozadi, rejissyor syomka qiladi. Bu qisqa. Mana to'liqroq javobi eshitib ko'ramiz. Ssenarist g'oyani o'ylab topadi, personajlarni o'ylab topadi, qaysi personajlar bo'ladi, kim qanaqa gapiradi, qanaqa deydi,
yo'lanish qanaqa bo'ladi, manyak qanaqa o'ldiradi, hammasini ssenarist topib yozib, o'sha kinoni varaqqa tanlaydida, keyin rejissyorga berib, rejissyor uni men buni kitobdan o'qidim, rejissyor ssenariyni interpretatsiyasini qiladi. Bu demak, ssenarist yozgan narsani videoga ko'chiradi, video formatga. Shu если Azim aka nima deysiz? Birinchi bo'lib, hikoyani, umuman serialni ssenarist ko'rib oladi. Rejissyor uni olib, keyin hammaga ko'rsatadi-da. Men o'ylayman, ssenaristga osonroq, rejissyorga qiyinroq. Chunki bu hikoyani o'zi qilishda-da, chunki ssenarist o'tirib yozadi kompyuterning ichida, qog'ozda, ssenarist hatto ob-havoni ham o'zi qiladi-da. Shunaqa ob-havo bo'ladi, bo'ldi. Lekin rejissyor syomkaga chiqsa, boshqa ob-havo bo'lsa, buni qo'ldan kelmaydi uni o'zgartirish. Menimcha bu qiyinchilik shu yerda. Ob-havo bu kichkina primer, lekin mana Azim aka aytgan. Ob-havo qanday edi o'tda agar? Anonani aytib bersangiz, syomka plashatkasida boshqa lokatsiya o'tgani, Elshanni gapiga qo'shilaman. Haqiqatdan ham ssenarist xayoliga nima kelsa, xotirjam, yaxshi chiqishi uchun albatta u ham yozaveradi. U tayyor bo'lgandan keyin uni realizatsiyasi bor. Realizatsiyasi ancha qiyin kechar ekan, ba'zi epizodlarniki. Bizda ham shunaqa holatlar bo'ldi. Ya'ni qanaqa borganmiz, obyektni ko'rganmiz, больницаdan bitta koridor, xona, hamma narsani ko'rganmiz, gaplashib qo'yganmiz. Butun jamoamiz bilan ertasi kuni syomkaga bordik. Pastida, o'sha etajning pastida biz boshqa epizodni syomka qildikda, shuni tepaga chiqsak, butun etaj buzib tashalganda. Butun etaj buzib tashalgan, shu miya qisib qoladi unaqa paytda. Nima qilishni bilmaysiz. Aktyorlar kelgan, texnika gaplashilgan. Biz bilamizki, keldimi aktyor, aktrisalar, masovka, texnikalar, umuman ijodiy guruh rejissyordan tortib oxirgi texnik xodimgacha ularning hammasi bir kunga o'sha pul yoziladi ularga. Biz vaziyatdan chiqishimizga to'g'ri keldi. Amalladik boshqa yo'l bilan. Qarasangiz, uzoq Ruslan Mirzayev qochib ketyapti. Qo'lida bolg'a bilan. Shunaqa vaziyatlar ham bo'lib qoladi. Ammo bu ko'ryapsiz, ssenarist yozganda birinchi etaj hech kim hech narsani olib tashlamaydi. Biz yozda boshlagan bo'lsak, kuzga kelib tugadik, o'rtadagi tafovutni, fasllarni tafovutini to'g'rilashga ham rosa qiynaldikda. Ba'zida o'sha ob-havoga qarab kutib o'tirishga, duo qilishga to'g'ri keladi, yaxshilab. Ssenarist xayoldagi o'zini xayoli bilan hisoblashsa, rejissyor real hayotdagi vaziyatlar bilan hisoblash kerak bo'ladi. O'zi syomkalar qayerda bo'ldi? U 2007-yilning oxiri bu serial. Bunaqa atmosferani topish, moslashtirish qiyinmi? O'sha Gollivudda bo'ldi syomkalar. Biza sharoitda yangi shahar, yangi yer shahari. Sharoitda kelib chiqqan holda biz anaqa viloyatga keta olmadik, ya'ni safarda syomkalarimizni o'tkaza olmasdik. Shuning uchun Toshkent shahriga yaqin bo'lgan tumanlarda oldik, har xil tumanlarda. Mana bu yoqda Ohangaron bor, O'rta Chirchiq bor. Shu joylarni biz o'sha yerlardan ko'rib, obyektlarni o'sha joylarda olingan. Asosiy qismi. Sana 8 seriyali serialni odam bir o'tirishda ham ko'rib qo'yish mumkin-da. Lekin mana unga o'zi syomkasi uchun qancha vaqt ketdi umumiy? Syomka jarayonlari 3 oy davom etdi. 30 ta smena bilan birga. Endi bu bizning sohada ketma-ket baribir syomkalar bo'lmaydi. Bu yoqda umumiy hamma gruppani yig'ish bor. Hamma aktyorlarning bir vaqti to'g'ri kelishi bor. Undan tashqari ham tayyorgarlik jarayonida ko'p narsalar baribir bo'ladi. Umumiy 3 oy vaqt ketdi syomkani o'ziga 30 ta smena bilan. Bu o'zi serial sohasida 30 ta smena 3 oy vaqt katta muddat. Yo'q. 30 ta smena katta emas, o'zi umuman 25 ta smenaga mo'ljallangandi. Lekin men ulgurishim bu smenada juda katta shubha bor edi o'zimda.
Endi boshida ishontira olmadim. Qiyin bo'ldi, lekin mana baribir shu 30ta smenaga bordi. Agar hisoblab chiqadigan bo'lsangiz, bitta kunga epizod sonini qilib chiqadigan bo'lsangiz, deyarli shoshib oldik. 90%. Bu vaqt yetishmaydi, tez qorong'i tushadi. Kunduzgi sahnalaringiz juda ko'p bo'ladi, qaysi birigadir ulgurmaysiz, lekin o'sha kuni olishingizga majbursiz, shart. Qorong'i tushayotganda tabiiyki tez olishga majbur bo'lib qolasiz. Tez olganingizdan keyin hamma o'ylagan narsangiz ham chiqmay qoladi. Lekin yo'da asosiy vazifa olish bo'ladi. Shu bilan aytamanki, 30 ta bu aslida kam. Demak, buni muvaffaqiyat desa bo'ladi. Hop, birinchi deylik ssenariyni o'qidingiz. Detektiv triller. Nima xayollar keldi-yu, birinchi bo'lib qaysi serialdan ilhomlanishga bir anaqa bo'ldi? Ilhomlanishga bir variantlar keldimi sizga? Albatta, bu tabiiy hol. Nastoящий detektiv seriali bor. Menga yaqin, masalan, kayfiyati, dunyosi, umuman ijro qilish uslubi. Birinchi bo'lib shundan ilhomlandim. Keyin Fisher, koreyskiy filmlar, shularni ko'rdim yana bir marta. Shundan ilhomlandik. Ssenariy o'qib chiqdim. Men o'qib chiqqan ssenariy boshidagi draftlardan bittasi edi. Keyingi draftlari o'zgarib ketdi. Birinchi qilingan ish bu rejissyor bilan gaplashilgan bo'ldi. Siz qanaqa ko'ryapsiz? Biz nima qilishimiz kerak? Sizni tasavvuringizni chiqarish uchun degan savollar qo'yildi. Keyingi masala bu уже byudjet masalasi bo'ldi. Chunki biz qanaqa ko'rishimizdan qat'iy nazar biz cheklanganmiz. Bizga byudjet o'zi yo'l ko'rsatib qo'ydi. Qayerdan yurishimiz kerak va nima qilishimiz kerak degan narsalarni. Qaysi kinolarni ko'rildi deganda janrga qarab ko'rildi. Men o'zim nimalarni ko'rdim? Plenniца degan kinoni ko'rdim. Zodiak ko'rdim. Bu o'sha zapadniy ko'proq detektiv janridagi. Koreyskiylar ko'rindi. Воспоминания об убийстве ko'p gapirildi bu narsa to'g'risida ham. Rossiyadan nimadir ko'rdik. Men Rossiyadan Kazin degan kinosini ko'rdim. Undan oldin ham ko'rdim, qayta ko'rildi. O'sha eslab qaysi epizodlarga biz nima qilsak bo'ladi, qanaqa yechim qidirish maqsadida o'sha referens deymiz, shunaqa referens qilib shu kinolarni ko'rdim. Aha. Sizda stilistika ham e'tibor berishingiz kerak bo'lgan jihat. Nimalarga e'tibor berdingiz? Bitta tim bo'li 2007-yilni atmosferasini yetkazib berish kerak edi. Stilistika masalasi bo'yicha ham bu bizga byudjet juda katta yordam berdi. Biz boshida buni relsli, то есть plavniy kadrlar bilan xohlagan edik. Runin ham bo'lib plavniyroq xohlagan edik. Kranlardan qanaqadir narsalar xohlagan edik. No, byudjet tushuntirishdi bizga, yo'q deyildi. Byudjet juda kam deyishdi bizga. Keyin biz o'sha radikalniy narsalarga o'tish boshladik. Давайте bo'lmasam shu serialni домашний kamera bor-ku, bilasizmi? Hozir bir modaga chiqdi. Zoomlik, shunaqa zoom out, mana shunaqa zoom in, zoom out bilan ko'rdik. Shunaqa referenslar ko'rdik, taklif qildik. Keyin yo'q, bu слишком radikal deyishdi. Keyin o'sha byudjetga moslab biz qo'ldan kelgancha kачествоni tanlab, mana shunaqa kamerada olinadi, bunaqa obyektivlar bo'ladi degan holda prodyuserlar bilan gaplashib, keyin bitta yechimga keldik. Hozirgi vizual bu ko'proq o'sha byudjet masalasiga kelib taqalgandan keyin bo'ldi. Ssenaristlar 3 kishi. Bu serial atrofida qanaqa birlashdinglar? Kim boshlaydi? Ну, o'zi bizani Salom TV birlashtiryapti. Biz hammamiz Salom TVda ishlaymiz. Hammamiz kreativniy prodyuserimiz. Birinchi o'rinda, keyin o'sha ssenarist. Вот shu bizani bir jamoa qilyapti.
O'zi sizlar anchadan beri shu sohadasizlar, ya'ni kino industriyadasizlar. Masalan, man beraman, Rasul akani anchadan beri taniymiz. Tomoshabinlar ham tanisa kerak. Comedy o'zidan taniydi. O'zi вообще-то sizda yo'nalish ham boshqa bo'lgan o'qishda, shunaqami? O'zi man bu sohaga faqatgina shu institut paytda o'zi temir yo'lchi sohasiga o'qiganmiz. Ishqilib o'sha paytga menga qiziqamiz. Keyin ishqilib orada shu o'zimiz kasb bilan ishladim. O'sha temir yo'l sohasida baribir shu sohaga tortgani uchun O'zbekistonda mana shunaqa u payt Salom TV degan kompaniya ochilgan. Bu 4-5 yil bo'ldi, menimcha adashmasam, 20 mana shunaqa karantin davrida deylik. Qiziqib keldim, shunaqa qilib mana shu yerdaman. Deyarli bir 4-5 yil bo'lib qoldi aynan shu sohada. Baqa qiziq, ko'ramiz. Hayot uzun, balki может uzun emas. Xudo bergan umr ko'ramiz. Uzun bo'lsin. Hamma hayot uzun bo'lsin. Demak, hammasi ayonlashib boryapti. Endi tergovni kengroq miqyosda o'tkazish uchun biz voqea joyiga, ya'ni Salom TV ofisiga borishimiz kerak. Sizlar hozir Salom TVni ofisidasizlar. O'zi ofis e'tibor qilgan bo'lsangiz sal uzoqroqda, shaharda. Lekin biz ofisimizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Sababi bu yerda ko'p ijodlar qilib, ko'p proyektlar qilganmiz. Agar xohlasangizlar ko'rsatardim. Albatta. Endi kirish mana shu yerdan boshlanadi. Bu yerda mana bizani seriallar, mana maktab, bular hammasi keyingi yil qilingan seriallar. 2024-2025 mana maktab ikkinchisi, Toshkent, Out, hammasiga Istanbul aybdor. Mana 97-modda ko'rib turingizdek. Mana bu joy bizada takoy ijodxona, bu yerda takoy studiya, o'sha yerda studiyaniy joy. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek, bu служба поддержки, mana qo'llab-quvvatlash markazi, mana ko'rsangizlar bo'ladi. Bizda mana o'tirmashda ishlashadi mana. Hamma bizga keladigan жалобалар, обработкасы mana shu yerda bo'ladi. Nima platforma ishlamay qoldi Bu degan savolga eng javob berishadi. asosiy bizani muammolarimizdan biri. Orqangizda mana ikkita kabinet, bular razraботчиклар o'tiradigan kabinet, endi aytishliklar. Yaxshi ishlamayotganlar shular. O'shalar dedi-ku, afsus. Bu finansирование, buxgalterlar, nimalar o'tiradigan xona, bu meni xonam, hali ko'rsataman sizlarga. Qaytamiz u yerga. Bu yerda mana kreativniy prodyuserlar o'tiradigan xona, ko'rsangizlar bo'ladi. Mana hozir qaysidir kreativniy prodyuserlar naryoqda, qaysidir mana shu yerda, bu Odil, bu Samandar, mana Shohjahon, kreativ hammasiga Istanbul aybdorning egasi mana yozgan. Assalomu alaykum. Bu marketing xonasi, mana bu yerda ham o'zi marketing jamoamiz o'tiradi. Mana ko'rib turganingizdek, yaxshimisizlar bolalar, charchaysizlarmi? Xullas mana shu o'tiradi. Hamma narsa bizda in-house deydi-ku, o'zimiz marketing ham in-house. O'zi nechinchi yilda boshlagansizlar? O'zi bu Qozog'iston bilan совместный bo'lgan birinchi. Bu o'zi bizning yo'limizdan bir qiziq. 2019-yilda Qozog'istonning Salem Social Media degan kompaniyasi kelgan bizga O'zbekistonga va men u yerga bosh prodyuser bo'lib borganman. U yerda biz ishlaganimizda 2019-yildan 2022-yilga ishlagan paytimiz kompaniya, o'sha qozog'skiy kompaniya yopilishidan oldin o'sha maktab seriallar, Meni sev, Heloyjon degan adaptatsiyalar, Fara Tashkentskiy o'shalarni qilganmiz va bizga o'sha qozog'istonlik prodyuserlar o'rgatib ketishgan. Qanday ishlashini, dramaturgiya, потоковое производство deydi, o'shalarni o'rgatib ketgan. Men unda bosh prodyuser bo'lganman va ma'lum bir sabablarga ko'ra u kompaniya yopilgan. Endi o'zingiz bilasiz, jamoa bor, очень крутая komanda, ular o'rganib olgan, tayyor komandada bu. Keyin men o'sha частный investitsiya topib, nima как startup boshlaganman. 2022dan 2023ga bu birinchi bizani o'sha Salom TVga aylanib ketganmiz va o'sha boshlaganmiz. 2023-yilda biz juda ham katta muammoga uchraganmiz. Birinchi bizani o'sha investitsion kompaniyamiz ma'lum bir nimalarga ko'ra investitsiyani to'xtatib qo'ygan. Bu, kстати, ko'p startaplarning muammosi O'zbekistonda.
to'xtatib qo'ygan, chunki media sohasida bunday hali O'zbekistonda bo'lmagan. To'g'ri, boshqa platformalar bo'lgan bizdan oldin, 10 yillab ishlab kelgan platformalar bo'lgan, lekin ular retranslyator. Ular kinolarni prosta qo'yib, TVni qo'yib ketgan. No, ular originals, ya'ni original veb seriallarni o'zi platformasi uchun eksklyuziv tarzda ishlab chiqarmagan. Bizda shu g'oya bilan kirib kelganmizda bozorga. Endi u ko'p cho'zilgani uchun o'sha bizda investorlar to'xtatib qo'ygan investitsiyani biz bir 4-5 oy juda ham katta inqirozga uchraganmiz. Kompaniyamiz yopilib ketadigan darajagacha bo'lgan. Men oylik bera olmaganman mana shu bolalarga. Bular 4-5 oy oylik so'tirgan. Lekin shu tushuntirganman, davayt ozgina chidab turaylik. Biz Qaraqamishga o'tganmiz, avval Rakat mahalla bor shahar sentrida. O'sha yerda domda o'tirganmizda, zo'r ofisda. Keyin kinolarimizga o'xshab boylar birdan nima mablag'larni yo'qotib qo'yadi-ku, bankrot bo'lib keyin qishloqqa ko'chadi deydi-ku. Xuddi shunaqa biz Qaraqamishga ketganmizda. O'sha yerda juda ham bir achinarli ahvol bo'lgan, yomon ofisga bir 300-400 dollarlik ofisga ko'chganmiz. Ana shu yerda shunaqa holatlar bo'lganki, biz mana shu kreativ prodyuserlar bilan kimda necha pul bor, misol, davayt o'rtaga tashlaymiz, tam kimdadir 25 ming, kimdadir 10 ming itagdali biz yig'ib, bitta palka kolbasa olardik-da, bitta ikkita uchta non olib, big bon qilib, mana shunaqa obed qilardik. Men ertalab chiqib ketaman, ketdim. Bu televideniyega boraman, u telekanalga boraman, bu media nimaga platformaga boraman, davayt bizlar bilan ishlanglar, mana bizda mana shu proyektlarni qilganmiz, qilaylik deb yurganman o'sha payt investitsiya qidirib. Va bitta shaxsiy kompaniya o'sha bizani nima deydi, o'sha 4-5 oy pauzadan keyin taklif qilib, o'sha investitsiya kiritib, Xudoga shukr, men o'ylayman, ular hozir afsuslanmayapti. Shu bilan birgalikda biz buni boshlab yubordik ishimizni. Endi bevosita serialga qaytsak. Qotil tabiiyki kechirib bo'lmas ish qilyapti, lekin uning motivi yaxshi. Oilaviy zo'ravonlarni jazolash. Buni ko'rgan tomoshabinda esa manyakka nisbatan simpatiya uyg'onib qolishi mumkin. Unda nega serialda qotilga yaxshiroq tus berilgan u tergovchiga sal negativroq? Bilasizmi, hozirgi kunda oq va qora degan tushunchalar ishlamayapti deb o'ylayman. Ya'ni deyarli qahramonni oqartirish yoki qoraytirish. Tomoshabin qachon personajga ishonadi, qachonki o'zini ko'rsa. Tomoshabin qachon o'zini ko'ra oladi, agar qahramonda nuqsonlar, kamchiliklar bo'lsa. Shunda o'zini topa oladi. Nima Alfred Hitchcockga gapi bordi. Yovuz qahramon qanchalik insoniy bo'lsa, film shunchalik qo'rqinchliroq bo'ladi degan. Hayotda ham olib qaraydigan bo'lsangiz, o'zingiz ham masalan bexato odamning o'zi yo'q. Qanchalik hayotga yaqin qilmoqchi bo'lsa, o'sha ijodkorlar, demak qahramonda to'liq yaxshi yoki yomon bo'lishi kerak emas. Menimcha shu narsa sizga mana shu fikrga undagandir. Sizga unaqa ko'ringani bilan bizning qahramonlar hammasi tovon to'laydi film oxirida, ya'ni qilgan ishiga. Shunchaki eslab ko'rsangiz, Ergash masalan salbiy ko'rinib qolgan deyapsiz. Lekin u jazosini oldi. Manyak jazosini oldi. Zahro ham tovon to'ladi oxirida. Siroj ham. Bu hayot qonuni. Baribir qachonlardir qilgan qarorlarimiz ertaga bizga o'zini nima deydi? Har xil natijada keladi. Bu hammasi tomoshabin ishonishi uchun va deylik kasbi qanaqadir bitta instrumenti bo'lib qoldi hozirgi zamonda. Ya'ni qahramonni tomoshabinga yaqinroq qilish. Demak, aynan shu sabab bilan qotil ham detektivga eng yaqin yurgan odamlarning ichidan tanlangan obraz. Shu. Endi ba'zida yovuzlik sizni yoningizda bo'ladi, yaqiningizda bo'ladi. Men uchun film ham shu haqida. Ba'zida kutmagan narsalaringiz o'zingiz yoningizda bo'ladi. Ssenariy yozishda qaysi obrazni yaratish qiyinroq bo'ldi? Menimcha birinchi o'rinda manyak obrazini yaratish qiyinroq bo'ldi.
chunki biz birinchi o'rinda topishimiz kerak kim emas qanaqa emas o'ldiradi nima uchun o'ldiradi buni qanaqa filosofiyasi bor manyak shuni topishda qiyinchilik bor mana hozir sekret emas ikkinchi sezonni yozyapmiz hali ham o'ylayapmiz birinchi masala shu da nima uchun o'ldiradi shuni topish shuni hali qidiryapmiz shu tarafdan manyak anaqa personajini shakllantirishda qiyinchilik bo'lgan chunki janrda shu narsa bor Elshanni gapini takrorlayman ya'ni qotil kim bo'lishi emas tomoshabinga qotil nima uchun o'ldirishi muhimroq bo'lishi kerak aslida motivatsiya o'sha qiziq o'shanda qiziqroq bo'ladi ikkinchi mavsum boshqa odamlar bilan bo'ladimi? Bu kommersiy tayna. Balki Clint Eastwood bu safar kela oladi. Yangiliklar xudo xolasa yangiliklar bor. No, hozircha sir. То есть final hozir mana bu ikkalasi ham o'lgandek tasavvur bor tomoshabinlarda finalda. Tasavvur har doim aldamchi bo'lishi mumkin. Men uchun eng qiyin personaj bu Ergash Bobur aka ijro etgan. Nimaga? Chunki o'zi tomoshabinlarda ko'proq manyak kim va nimaga degan muhokamalar juda qizg'in bo'lib ketdi-da, ko'payib ketdi. Masalan, men xohlardim undan tashqari tomoshabinlar masalan Ergashga bosh qahramonga boshqa nuqtai nazardan qarashga, masalan oddiy odam deb qarashga. Ya'ni u nafaqat o'zini ishini ustasi, aqlli, tajribali tergovchi, balki u oddiy odam aslida. Uni ham o'zini og'riqlari bor, ichidan o'tkazayotgan. U bu narsani yashirib yuradi har doim, lekin uni ichida bor aslida. U personaj vaqt bilan poygaga kirishgan. Uni har bitta o'tkazayotgan sekundi uni o'ziga qarshi yuryapti, chunki qanchalik tez bu narsani amalga oshirmasa, ozginadan keyin farmon imzolanadi, o'lim jazosi bekor qilinadi. Uni maqsadi undan qasd olish, ya'ni o'lim jazosiga bir amalga oshirish uni. Nega tomoshabinlar masalan Ergashda seriyadan seriyaga uni qanchalik ojiz bo'lib borayotgani, uni borgan sari asabiy bo'lib borayotgani yoki mag'lubiyatini tan olishga yaqin kelayotganini tomoshabin ko'proq his qilishini, e'tibor berishini xohlagan bo'lardim. Deylik, Ergash personaji deyarli har bitta seriyada, har bitta voqelikdan keyin boyga yetgan perihodlari bor aktyorda. Qotil topilmayapti. Kasalligi kuchayadi. Kasalligi borgan sari kuchayib boryapti. O'sha yangi bosqichga o'tib boryapti. Birinchi kelgan paytini eslasangiz, masalan, Ergash personajini, birinchi yangi yerga kelgan, uni qanchalik o'ziga ishongan va qanchalik undagi energiyani ko'rasiz-da, energiyani. Lekin keyinchalik bo'lsa, voqealar jarayonida Ergash borgan sari ojiz insonga aylanib borayotgani, uni biz birinchi marta uni haqiqiy ichidagi og'rig'ini his qilamiz o'sha qiz bilan bog'liq epizodlarida. Bu tomonlama bu personaj o'sha his-tuyg'ulari ko'proq o'sha chiqqan va chiqishi ham kerak edi va o'sha perihodlar juda ko'p. Yo'qda xuddi o'rgimchak to'riga o'xshab. O'sha har bitta seriyada o'sha kasalligini, o'sha asabiyligini, asabi chiqib, deyarli o'sha charchoq ketyapti va unda portlash, ichki portlash yuzaga kelyapti. Bu yoqdan ishdan bo'shatilgani, bu yoqdan vaqt borgan sari kamayib boryapti. Qotil uni borgan sari yutib boryapti. Shu tomonlama ayta olaman, bu eng qiyin personaj edi aslida. Qaysi obraz eng qiyini bo'ldi yoki qaysi sahna eng qiyini bo'ldi? Men uchun meni o'zim xohishim bor edi va shu narsani juda
boshqa detektiv serialiga qaraganda manyakka krupniy planini bermaylik degan maqsadim bor edi mani. То есть mana bizada o'sha doktor edi-ku, sudmet ekspert. Shuni krupniy planini kamroq beraylik degan maqsadni qo'yib, kamroq krupniy planini olayotgan edim. Endi baribir yana ijodda sal berilasiz. Bu yerda qanaqadir krupniy planlari bo'ldi. Bir o'zini bunaqa krupniy beraylik degan xohish yo'q edi menda. Ikki kishilik, общийda, среднийda berib ketaylik degan narsa bor edi. Men shunda ozgina muammo demayman, то есть желание, xohish bor edi. Yaratishda baribir eng qiyini bu ergashishniki bo'ldi. Bizga eng katta foydasi bu ergashishni bizada professional aktyor o'ynagani juda katta foyda bo'ldi. Chunki ergash bu mnoгогранный aktyor va u главный personaj. Bu yerda uni dimensiyasi bor, o'zgaruvchanligi bor, yolg'iz qolishi bor. Shunaqa joylarda ozgina qiyinchilik bo'lgan bo'lishi mumkin. Qolgan personajlarda unaqa narsa yo'q. Juda oddiy sodda. Mana bu manyakni общий planda, krupniy planda berish yoki bermaslik nimani o'zgartiradi o'zi? Mani xayolimda bu narsa zritelni unga ko'rsatib qo'ymaylik demoqchi edim. Mana zritel bitta odamni krupnisini ko'rib, qanaqadir ergashchi gapiga aksenti, tushunasizmi? Hali ko'rsatib qo'yaman. То есть aktyorskiy o'yinlar bo'ladi-ku, shu narsa men xohlamasdim. Bu narsa, конечно, rejissyor tarafidan bu narsa o'zi izначально bor edi. То есть aktyorga unaqa задача berilmagandi. Unaqa bizda yaxshi ko'rishadi-ku. Nimadir bo'lib ketsa, vau, переиграть qilish. То есть teatralniy aktyorskiy o'yinlarni yig'ishtirgan holda o'ynaldi. Lekin meni nazarimda krupniy plansiz chiqilganida shu narsa yana ham yaxshiroq bo'lardi degan fikr bor haligacha bo'lsa kerak. Chunki manyakka отдельный bir o'zini krupniy plani meni nazarimda zritellarga qanaqadir podskaska bo'lib qoladi degan menda fikr bor edi faqat. Sahnadachi eng qiyin sahna suratga olish, eng qiyin bo'lgan sahna qaysi bo'ldi? Unaqa sahnalar ko'p bo'ldi. Pagonya, mashina dumalashi, ertalab soat 8 gacha olingan paytlari bo'ldi. Ohangaronda bu sizni tekshiradigan sahnalarda siz mashinaga kirib uxlab borasizmi yoki eng qiyin sahnalar o'sha pagonyalar bo'ldi. Eng ko'p dublli sahna meni esimda qolgani bu o'sha mashinaga qotirilgan prokurori anaqasi bor. Trevoga, ratsiyadan. Trevoga e'lon qilamiz degan sahnasi. Bu shom kirishidan oldin boshlangan sahna edi. Shomni chiqishiga tugatildi o'sha sahna. Shunaqa sahnalar ham bor. Shomga kirishi, chiqishi. Bu juda uzoq kino uchun. Juda uzoq. O'zi odatda nechta dublda olindi sahnalar? Odatda Bobur aka bilan bo'lgan dubllar bu bitta yoki ikkita. Bitta bu aktyorskiy bor, ikkinchisi bu texnicheskiy ko'pincha. Qolgan aktyorlarda bu 3 ta, 5 ta bo'lishi mumkin edi. Bu yerda muammo aktyorda emas, muammo balki texnicheskiy tarafdan ham bo'lgan. Lekin shu ko'proq yig'inda deylik, ko'proq emas. Aktyor va texnicheskiy tarafdan yig'ilganida shunaqa 3 ta, 5 ta, 17 ta, 20 ta u yoqqa ketaveradi, cheksiz. Serialda sizlarni bir o'xshamay qolgan, bir xayolingizdagi narsani realizatsiya qila olmagan joylari bo'ldimi? Aynan 97-moddada nuda biz bosh rolga Clint Eastwoodni olmoqchi edik. Byudjet kelmadi-da. Bu xayol edi, bilardik ham. Olmasligimiz nima bo'lishi mumkin yana? Biz boshqacha yozdik, boshqacha olindi demoqchisiz. Bunga ham bu rejissyor взгляdi bo'lganiga yaxshi olindi. To'liq deb ayta olmayman, uzr Elshan. To'liq deb ayta olmayman. O'sha qaysidir joylari baribir rejissyor fikrini inobatga olib o'zgartirishga to'g'ri kelib qoladi. Chunki ba'zilari realizatsiya.
ya'ni misol uchun bor edi poyezdda olishimiz kerak bo'lgan narsa. Biz qayta chiqdik, lekin ruxsat ola olmadik. Poyezdda yurib ketayotgan poyezdda bitta vagonni bo'shatib syomka qilishga imkoni bo'lmadi. Ruxsat berishmadi. O'sha paytda vaziyat to'g'ri kelmadimi yoki nimadir bo'ldi. Keyinroq degan javob oldik. Keyingacha kutib o'tira olmasdik, majbur bo'ldik. Ba'zilari misol uchun o'sha rejissori o'zini xohishi bilan, taklifi bilan shunaqa qilsak, biza tomoshabinlarga yana ham yaxshiroq narsa berishimiz mumkin degani uchun o'zgartirilgan joylari ham bor. O'rislar aytadi-ku, kashu маслом не sport. Ya'ni bo'tqani sariyog' bilan aynita olmaysan. Bu prям to'g'ri tarjimasi bo'lib qoldi. O'zbekchasi menimcha 7 o'lchab 1 kes adashmasam. Filmni yetkazib berishda eng baribir muhim narsa bu vizual. Bu narsani operator yaratadi. 97-moddada aynan mana bu narsa operatorskiy yechim deb ayta olasizmi? Aynan bir sahnani biz ko'rsatib ketamiz balki. Demensiya bo'lishi mumkin. Aka, mashinangiz buzuq bo'lsa chetga olmaysizmi? Tor ko'chib turib olganingizni qarang. Buzuq mashina bilan nima bor ko'chaga chiqib? Dimensiyada ham endi bu rejissyor xohishi bo'lgan. Biza shunaqa ko'raylik, bu kadr boshqa mana shunaqa obyektivimiz bo'lsin. Bu obyektivni boshqa epizodda ishlatmaylik. O'shanda biza bo'lmasam давайте широкий qilamiz. Yo'llarga shunaqa liniya mosroq qilinadi. O'sha boshqa holatda ekanligini shunaqa qilib ochamiz. Черно-белый sahnalar. Bu flashback. Haqqa. Men ketyapman o'qishga. To'xta. Rahmat, pulim bor. O'qishdan chiqib to'g'ri uyga. Lekin ada, Nigorlarnikida dars qilmoqchi edik. Yetganimni qil. Bu ham operatorskiy deya olmayman, chunki bu yerda ham rejissyor taklifi va rejissyor xohishi juda katta rol o'ynagan. Men ma'qulladim, bu narsa juda zo'r, черно-белый narsaga hamma operator menimcha ikki qo'llab urray deydigan joyi. Bitta narsani ayta olarkanman, flashbacklarda men boshida flashbacklarda men juda shu narsani xohladim, kamera shtativda qimirlamasligini. То есть как будто bu bitta joyda turibdi, u yoqqa borib kuzata olmaydi, bu yoqqa borib kuzata olmaydi, shunda turibdi, qimlab panoramasiz. Shu narsani endi men boshida harakat qildim, lekin o'sha birinchi, ikkinchi flashbackdan keyingilari baribir движениеga tushib ketdi. Tezlashtirish maqsadida bu ham. Ergash aka obrazi uchun o'zi Bobur Yo'ldoshev oldindan tanlanganmidi yoki kasting bo'lib keyin? O'tda o'zi kasting bo'lgan. Bu boshqa aktyorlar ismlari esimda yo'q, afsus. Yo'q, o'zi ko'p aktyorlar ko'rilgan. Ular ham xuddi Bobur akadek xalqimiz tanigan, hamma bilgan aktyorlar. Ulardan oxirgi to'xtaganimiz Bobur aka bo'lgan, lekin undan oldin biz Tohir aka Saidov bilan gaplashib, ularga ssenariyni yuborganimizda ular nima deydi? Deyarli rozi bo'ladigan vaziyatda edilar. Endi bilmayman, oxiriga kelib yana vaziyat o'zgardi va shu Bobur aka bilan adashmasam 2 marta Bobur akani oldiga borildi. Bobur akaga nima haqdaligi, qanaqaligi tushuntirilgandan keyin Bobur aka rozilik berdilar. Shu bilan Bobur aka tasdiqlandilar. Bu oxirgi daqiqalarda sodir bo'ldi. Lekin men o'ylayman, Bobur aka bo'lganda ham yoki Tohir aka bo'lganda ham, Tohir Saidov bo'lganlarida ham, ikkalovlarda ham faqat Tohir akaniki boshqacharoq ergash bo'lardi. U ham o'ziga xos bo'lardi deb o'ylayman. Bobur aka sizlar o'ylagan obrazni to'liq yetkazib bera olgan. Sizlarning fikringizcha? Shaxsan meni fikrim ha. Chunki baribir ular professional sifatida janrga ham ko'proq rang qo'sha oldilar deb o'ylayman o'zlari personajga. Meni
fikrim o'zi Bobur aka rostdan ham yaxshi o'ynagan, yaxshi tushgan, lekin uni mahoratini kelib chiqqan holda menimcha 10 balli sistemani 8 o'ynagan. Ya'ni Bobur aka bundan ham yaxshiroq o'ynay oladi deb o'ylayman. Ha, bu to'g'ri. Lekin bu yomon o'ynamadi degani emas. Bu yaxshi tushgan. Bobur aka legenda. Это такой kommentariy bu. 3 ta kandidat bo'lgan-ku o'zi, на самом деле. Tohir aka, Bobur aka, Clint Eastwood. Birinchi Clint Eastwood chopilganda. Da. Telefon ko'tarmadi, keyin chopvordik. Endi baribir Bobur aka katta maktab ko'rgan odam, mahoratli aktyor, katta odam. Bu Bobur aka bilan ishlash qanaqa bo'ldi? Qanchalik qiyin yoki qanchalik oson? Nima deb o'ylaysiz siz, u Bobur aka Ergash obrazini yaxshi ochib bera oldimi oxirigacha? Bobur akani effekti ko'rinib turibdi o'zi, qanchalik ta'siri bor u filmni o'ziga ham va natijasiga ham, ko'rilish sonlariga ham. Bundan tashqari ijodiy salohiyatlari menga juda ma'qul bo'ldi. Masalan, bajarildi deb o'ylayman, chunki bu yerda personaj bor, uni oliy maqsadi bor. Maza bo'ldi, zo'r bo'ldi ishlash. O'zi rejissor bilan aktyor o'rtasida ishonch bo'lsa, bu tomoshabin ishonadi, o'sha yaratayotgan personajiga ishonch o'rtasida quriladi o'zi. Men masalan Bobur akaga tushuntiraman, bu yerda qahramon nima xohlayapti. Ular mendan so'raydi, tomoshabin bu yerda qahramonni qanaqa ko'rish kerak, nima narsasini ko'rish kerak va shu yerda ijodiy dialog bog'lanadi. U yog'iga men ularga shunchaki qayerdan kirish kerakliklari va qayoqqa o'tirishlari, qayerga yurishlari, joylashuvlari, mizanssenalarni tushuntiraman, bo'ldi. Juda ham quvnoq odam o'zi Bobur aka, Yo'ldoshev. Ko'pchiligi hayron bo'lishi mumkin. Rosa kuldiradilar. Plashatkada har xil istoriyalar gapirib beradilar. Mikrofonni hech kimga bermaydilar xullas. Menimcha bajarildi vazifa Ergash personajini. Nechinchi 10-mi, 12-kuni syomkamiz bo'lganda Bobur aka umuman boshqa tarafdan o'zlarini ko'rsatish boshladilar. Ya'ni kim boshida ham yomon edi demoqchi emasman. Ya'ni o'zlari bilgan holda personajni asta sekinlik bilan yuqoriga ko'tarishni boshlaganlarda, ana o'shanisini men o'zim his qilganman, sezganman. Chunki shunaqa epizod bor edi bizda, ozgina personaj переживать qiladigan, zritelni, tomoshabinni ozgina o'ylantiradigan joylari bor edi. O'sha joylarda Bobur aka rostdan ham juda ham kuchli mahorat bilan ijro qilganlar. Aynan qaysi joylarni nazorat qilyapsiz? Men balki qo'yib ketarmiz. Masalan, Ismat personaji bor. Bizda uni o'lim jazosiga hukm qilishadi sudda. O'sha yerda u Ergash g'alaba qozonganini ko'rsatish kerak edi. Bitta dona kichkina atsenka bilan nima qilish haqida rejissor rosa so'raganlar, nima qiladi, nima qilarkanlar, qanaqa bo'larkan, shu qayta aytganlar, nima qilishlarini bilmadik. Lekin shunaqa bitta ko'zlarini bundoq qildilar. O'sha yerda turgan hamma jim bo'lib qolgan. Shunaqangi ko'zlari bilan shunaqa krupniyda juda ham chiroyli chiqqan. O'zim ham maza qildim o'sha payt. Yaxshilik va yomonlik, oq va qora. E'tibor bergan bo'lsangiz, serialning birinchi va oxirgi qismida sud va qon sahnalari bor edi. Bunday simvolik badiiy yechim albatta rejissyorning ishi. Ushbu sahna nimani bildiradi va u qanday suratga olindi? Video davomida aynan shu haqda. Bu narsa xursand qildi, e'tibor tortganiga. Birinchi seriyada
qon borib sutni ustidan deylik ustunlik qildi birinchi seriyada va oxirgi seriyada qonga sut qo'shildi va g'olib bo'ldi. Keyin u qon bilan sut sahnasiga AI aralashmaganmi? Ha, qarang. Qaysi biriga? Birinchisiga. AI aralashgan. Birinchisiga aralashgan. Chunki bu kinoda juda muhim narsa bor, tayyorgarlik. Bu podgotovka deyiladi xalq tilida, shu sohani ichidagi tilda. Biz podgotovka jarayonida qon bilan sutni aralashishini qilib ko'rmagan ekanmiz. Plashatkani o'zida borib chiqilgandan keyin grimyordan qon olindi, tabiiy sut olib kelindi va biza xohlagandagi qon yurib kelib sutga qo'shilmay qoldi. Bizadagi bor qon bu juda quyuq bo'lib chiqdi va yurmay qoldi. O'shanda keyin biza kadr oldik baribir va o'sha kadrga moslab AI qilib yuborishdi. Menimcha yaxshi yechim hozirgi paytda. Ikkinchi sut bilan qon aralashishi u yoqda sut emas, u yoq ham grimyorimizdan olingan lateksidan. То есть lateks olib biz yuvordik. Lateks bizaga keraklik nima quyuqlikda ekan. Sekin yurib va o'sha qonni bizaga kerakli darajada ustiga chiqib yopib yubordi. Bu ham bir yaxshi yechim bo'ldi menimcha. Obrazlarga ishlatilgan, masalan, manyakga ishlatilgan ovozlarchi ular maxsus ishlanganmidi? O'zi muzikadan Azamat akani kompozitorimiz Rahimov oldilariga borganimda o'sha ularga aytdim-da vazifani. Xohlardimki bu narsa xuddiki pritcha bo'lishini, deylik, afsona deydimi, pritchani o'zbekchasi. Ya'ni qachondir bo'lgan bu narsa, sodir bo'lgan va bu yakunlangan narsa. Ya'ni o'sha hissiyotni bersak deganman, pritchani. Ya'ni bu qachonlardir bo'lgan, ya'ni o'sha bizdan chiqadigan muzikalar tomoshabinda shunaqa bir hissiyot uyg'otsa degan narsani berganman va tushunib oldik. Bir-birimizni kompozitor bilan maza qilib ishladik. Deylik, qiziqarli har xil usullar qilganlar kompozitor. Masalan, o'sha manyak mavzusi bor. Qachon kadrda manyak chiqsa, o'sha chiqadigan bir qanaqadir qo'rqinchli muzika bor. O'sha ishlash jarayonida aytganlarida Azamat akam eng qo'rqinchli tovush bilasizmi nima degan? Nima desam, fil tovushi deganlar-da. Filni o'sha nima deydi uni? Hangrashi deydimi yoki filni ovoz chiqarishi eng qo'rqinchlisi deganlar-da. Keyin bu narsa e'tiborimni tortdi. Rostdan ham xayolimdan o'tkazib ko'rdim. Keyin shu narsani olganlar, filni tovushini. U narsa teskari qilingan va u narsa cho'zilgan. Repeat qilingan deylik. Va o'sha sizlar eshitgan o'sha muzika, o'sha filni tovushi. Agar yaxshilab e'tibor bersanglar, shu narsani sezasizlar. Va yana bitta epizod bor edi. O'sha dalada ustani orqasidan kelib manyak zarba beradi. Kadr manyak orqasidan keladi, u bilan birga yurib keladi va zarba bo'ladi. Mana o'sha yerda ham masalan eshittirdilar muzikani. Nimani eslatyapti sizga, eshiting dedilar-da. Eshitdim, juda tanish deyapman, lekin eslolmayapman dedim. Eshitgansiz siz hayotda bu narsani. Keyin ayting javobini desam, Doppler tovushi bu dedilar-da. Doppler. Ya'ni uni ham berib ketsanglar bo'ladi. O'sha ya'ni mana shunaqa tovushlar har xil.
hayotdagi bor tovushli filmni yana ham qo'rqinchliroq, vahimaliroq hissiyot uyg'onishiga sababchi bo'lgan. Va bu aslida qanaqadir bir noyob uslubda ishlash deb bilaman o'zimga bu narsani, ya'ni odatiy tarzda qanaqadir notalarni ishlatish emas, balki o'sha hayotdagi bor kuzatuvda bo'lgan narsalarni olib, uni shu narsaga joylash qiziq. Va bir vaqtda o'zida tabiiyroq ham qiladi bu. Ha, yana bir qiyin sahnalardan bittasi, bizdagi bor mashinalar texnicheski необслуженный deylik, texnik ko'rikdan o'tmaganligi sabablimi sahnalar bo'ldi. Bitta sahnada tushadi, ikkinchi sahna uni davomi bo'lishi kerak, mashina yo'lda yurmayman dedi. Nima qilsanglar qilinglar, men yurmayman, bo'ldi, men shu yerdan ketmayman dedi mashina. O'shanda oxiri biz uni mashina yo'lgacha itarib olib chiqdik. Keyin yuqori Chirchiqdan Ohangaronga mashinani olib borish kerak edi. Shunaqa takliflar bor edi, uni itarib olib borishni yechimmas edi. 2 soat davomida uni itardik, yurib qolar degan niyatda. U yurmadi, keyin evakuator taklif qildik, evakuator olib kelib biz kerakli joyga olib kelib qo'yib berdi. Bu yog'iga itarib, mashinani ag'anatib, keyin sirotchi o'sha mashinani lobovoyini tepib chiqib keladigan sahnasi olindi. Obrazlarga keladigan bo'lsak, Ergash aka, uni bir motivatsiyasi bor ishga qaytishda, ya'ni o'zini shaxsiy og'riqli bir tarixi, qizini o'ldirib ketishgan. Bu narsani juda ko'p mana shunaqa seriallarda, ya'ni detektiv triller seriallarda ko'rish mumkin-da. Masalan, detektivni chaqirish uchun xuddi shunaqa keys olib kelish kerak, unga bog'liq keys olib kelish kerak. Bu o'zi detektiv seriallarning umumiy qolipimi yoki qayerdandir ilhomlanilganmi bunga ham? O'zi biz ham research qilganda mana shunaqa bolaga savol berdim, nimaga aynan следователь, tergovchi qaysidir shaharga kelishi kerak degan savol eshitaman. Bu nima uchun kerak? Shu shaharni atrofini, mirini, zakonlarni bunga o'rgatadi-yu detektivga hammalar shaharda atrofdagi yashovchilar bunga o'rgatadi, bunga o'rgatib zrитель ham biladi-da shuni. Bu anaqa priyom такой. Shu uchun kerak shu detektiv haqida olib kelish. Ya'ni o'ziga notanish bo'lgan joyga tushishi bu qiziqroq kechadi. O'zi hamma kinoda shunday bor. Qahramon oddiy hayot bilan yashab, qandaydir notanish joyga tushadi yoki boradi, dunyogami, atrof muhit. Siz yana aytib o'tgandek, o'sha shaxsiy og'riq dedingiz. Ya'ni manyak bilan bosh qahramonni nafaqat uni kasbi bog'lash kerak, balki qandaydir shaxsiy og'riq. Bu olinmagan, bu aslida o'sha aynan detektiv janridagi qoidalardan biri. Priyom, то есть busiz bo'lmaydi. Klassik. Da, busiz bo'lmaydi, o'xshamaydi. Вообще, agar boshqa janrdan olsangiz, agar geroyni motivatsiyasi bo'lmasa, kino ham o'xshamaydi. Nima uchun shu narsani qilishi kerak-da? Yana qaysi obrazlarga alohida e'tibor berish kerak deb o'ylaysiz bu kinoda muxlislar? Zahro personajiga ham men tomoshabinlar yana ham chuqurroq va boshqa tomondan ham qarashni xohlagan bo'lardim. Aslida Zahro ham oilasini tashlab qo'ygani yo'q. E'tiborsizlik ham qilmayapti. U ham xohlaydi farzandlari bilan birga o'tirishi, kechki ovqat qilishi yoki bo'lmasam uni aylantirib kelishi. Lekin hozir u qotilni topmasa, o'sha farzandlarini ertaga yo'qotishi mumkin yoki bo'lmasam turmush o'rtog'ini deylikda. Uni ham haqiqati bor, uni ham gapi bor o'sha yerda. Ozgina qoldi degan. Sabr qiling, mana shu oxirgisi deyapti va bu gaplar bu personajdan chiqayotgan samimiy gaplar aslida. Xuddi shunaqa Ergashga bir personajga qaragandek, aslida Zahroga ham qarash kerak bu yoqda. Xo'sh, ijodkorlarning maqsadi nima edi? Ular nima demoqchi edi o'zi? Muxlislarning xulosasi va ularning maqsadi bir xil bo'lib chiqdimi?
Keling ularning jamiyatga aytmoqchi bo'lganlari haqida gaplashaylik. Nima aytmoqchi bo'lgansizlar o'zi? Nimadir bormi? Bir yakuniy gapmi? Jamiyatga yetkazmoqchi bo'lganingiz messejmi? Yakuniy gap aynan shu edi bizda. Ya'ni menimcha tomoshabin nima deydi shu har bir kino, serial ko'rib bo'lgandan keyin agar xayollarida savollar bo'lsa, demak biz maqsadimizga yetdik. Endi shu savollarga bir o'zi o'ylab javob berish kerak. Biza qotilni oqlamadik menimcha. Biza ana oilaviy zo'ravonlikni qoraladik o'ylayman. Chunki qotil nima uchun qotil bo'ldi? Chunki uni oilasida katta oilaviy zo'ravonlik bo'lgan. Bu oilaviy zo'ravonlikning oqibati mana odamlar qotil bo'lishi mumkin. Biz shunaqa demoqchi edik. Bu ham yomon, balki javobi shunday bo'lsa kerak. Bolalarni urmanglar. Iltimos. Qotil o'zi jamiyat. Umumiy olganda. Manyak esa buni oqibati. Oqibati. Super. Muxlislar bitta kinoni yoki mana shu serialni ko'rib turib, siz yetkazib bermoqchi bo'lgandan boshqacharoq fikrga kelsa, bu ham to'g'rimi? Ya'ni bir muxlis o'zi xohlagancha tushunishi mumkinmi bitta mahsulotni? Albatta, o'zi shunga ham harakat qilish kerak deb o'ylayman. Men o'ylayman, bu film chiqqandan keyin bu уже tomoshabinni shaxsiy bir mulki bo'lishi kerak deb hisoblayman. Biza ijodkorlar u narsani amalga oshirdik, ishlab chiqardik, nima o'ylagan bo'lsak qo'shdik. Endi uni tomoshabin o'zi bilan olib ketish kerak deylik. Ko'p savollar ham bo'lyapti-da menga. Oxirida Ergash o'ldimi? Nima bo'ldi degan. Uni tomoshabinni o'zi olib ketadi, masalan. Men bilmayman, meni o'zimning versiyam bor deylik. Lekin bu muhim emas. Tomoshabinni o'ziniki. Deylik, Ergash o'ldi. Botir ham o'ldi deylik. Shunaqa bir versiya qilsa tomoshabin. Tushunarli hammasi. Adolat qaror topdi baribir oxirida, lekin bu yoqda Ergashning o'zini ham bir qanaqadir tovoni bo'ldi. Ili bo'lmasam Botir o'ldi, manyak o'ldi, lekin Ergash tirik qoldi desangiz. Bu ham bitta versiya. Ya'ni o'sha tomoshabin o'zi bilan olib ketishi filmni. Undan keyin deylik siz ham masalan do'konga borasiz, kiyim do'konga. U kiyim do'konniki, hozircha kiyim. Siz uni kiyib ko'rdingiz, sizga yoqdi, siz pulini to'ladingiz, ketdingiz, olib ketdingiz. Endi uni o'zingiz hal qilasiz, qachon va qayerga, qanaqa kiyishni. Bu ham xuddi shunaqa narsa, film ham. Demak, xulosalar turlicha bo'lishi bu normal. Albatta. Bizani oliy maqsadimiz Salom TVda har bir qilayotgan serialimizda biza o'sha nima yetkazishimiz, sverx ideya deyiladi, g'oyamizni zritelga yetkazishimiz kerak. Har bitta serialimizda qilayotgan. Misol uchun Maktab seriali ommabop bo'ldi-da bu, yoshlar juda ham ko'p ko'rdi. Shu Maktab serialida Abbos aktyorimiz Baxti, ya'ni Baxti degan qahramonimiz narkotikka bolalarni undab ekib sottiradi-da. Oxirida o'ladi. O'shandan keyin bosh qahramonimiz Sanjar qamaladi. Shu bilan biz nima demoqchimiz auditoriyaga? Bu yomon narsa. Bu hozir bu balo deb masalan shu yoshlar tilida gaplashib shu g'oyani yetkazdik-da ularga. Va bu endi misol tariqasida aytayapman. O'zi har bitta serialimiz xuddi shu shunaqa hozir misoldek shunaqa g'oyalarni yetkazish bizlar uchun juda ham muhim messej, ijodkorlar uchun. O'shaning uchun men o'ylaymanki, bizning har bitta serialimiz faqat ko'ngil ochar emas, ya'ni undan tashqari
o'sha messej nima deydi, messejni yetkazadigan bir kontent deb ham hisoblaymiz biza. Shu agar misolda keltiradigan bo'lsak. o'zi mana shunaqa mayda senzuralar, qolipga tushirish, mana shu adabiy gapir, u qil, ekranda chakma, bunaqa. Bu kinoga qanchalik yomon ta'sir qiladi? Yomon ta'sir yo'q menimcha. Sog'liqqa zarar bo'lmasa faqat o'sha chekkani atak bizga qancha hayotiyroq chiqsa, o'sha nima deydi, ayni hozirgi bo'layotgan sahnaga mosmi, mos emasmi tushsa bo'ldi, ahamiyati yo'q. Odam yoki aktyor, o'sha giroy xohlagan qilsa bo'ldi, shuning uchun biz cheklamaymiz. O'rinli bo'lsa bo'ldi. Ozgina sal qo'polroq anaqa misol aytmoqchiman. Ya'ni personajlardan biri qahramon, aytaylik, nima deydi? Qamalib chiqqan, hayoti o'xshamagan qamalib chiqqan odam. Uni albatta tatuirovkasi bo'lishi mumkin. Soqoli o'sgan bo'lishi mumkin. Doimiy chakishi mumkin. Bu holangi ichishi ham mumkin. Biz uni qamoqdan kastim shunda olib chiqa olmaymiz-ku. Adabiy tilda gaplash. Unga qanday tomoshabinni ishontiramiz? No, menimcha, lekin senzura kinoga qanaqa ta'sir qiladi? Savolingizga javob bersam, menimcha bu senzura naborot ijodkorlarni yanada yaxshiroq qilishga ta'sir qiladi. Agar shunaqa olsak, sovet davri katta senzura bo'lgan, lekin adabiyotda ko'rsangiz qanaqa shedevrlar chiqqan senzura paytida. Ijodkor buni aldab chiqarsa, вообще shikayat bo'ladi. Yo'lini topsa. Juda ham chiroyli narsa bo'ladi. Detektiv triller eng ommabop janrlardan biri. Lekin videoning boshida aytganimizdek, bu O'zbekistonda hali uchramagan. Xo'sh, bunga birinchi bo'lib qo'l urib ko'rgan ijodkorlarning bu loyihadan kutilmalari qanday edi? Hozir bu kutilmalar o'zini oqladimi? Shularni so'rab ko'ramiz. Serial chiqishidan oldin sizlarda kutilmalar qanaqa edi? Prosmotrlar bo'yicha, reaksiyalar bo'yicha. Men ilk boshida men o'z versiyamni aytamanki, men yozib bitirgandan keyin men aytdim, "Blin, что-то nima yozdik o'zi, короче. Bu nima?" Keyin Azim aka syomkaga chiqdi. O'ta kadrlar tashlab berdi. Men ko'rsam, "Blin, bu точно kiradi" dedim. Shunaqa bo'lgan. Oxiri menda ham taxminan shunday. Boshida yo'q kiradi, yo'q kirmaydi, sababi bilib bo'lmaydi. Bu sizga qiziq bo'lgan bo'lishi mumkin, tomoshabinga balki qiziq emas. Вот oxirida baribir o'ylagandan yaxshiroq. Chunki bu yangi janr, bunaqa janrda o'zimiz birinchi marta ishlayapmiz. Menimcha O'zbekistonda hali bo'lmagan, adashaman, aynan u janrda. Shuning uchun shunaqa kutilmalar bo'lgan. Menda kutishdan ko'ra ko'proq umid bo'lgan. Ya'ni xudo ish qilib o'zini egasini, zritilini, tomoshabinini topsin degan umid bo'lgan. Oxirigacha shu turdi. Birinchi qismgacha. Birinchi qismdan keyin o'sha ko'nglim joyiga tushdiki, tomoshabinlarimiz ancha aqlli. Anchayin aqlli, sababi birinchi qismi o'zidan taxminlar bor edi ularda. Shu taraflari juda ham xursand qildi. Bu 97-moddani muxlisini portreti qanaqa hozir taxminan? Biz adashdik narsani. Biz o'yladik, что bu erkaklar ko'proq 25-34 yoshda detektiv sevadiganlar, lekin ko'rsam почти tema teng. Ayollar ham ko'radi detektiv janrini. Расскажите, почему? Nima uchun ko'radi? Ayollar nima deydi, o'sha xavfsiz joydan o'tirib ko'rgisi keladi. O'shani o'rgangisi keladi. Kimgadir bu hattoki to'g'ri ma'noda emas, yoqadi. Mana shu qo'rquv hissiyotini ichidan o'tkazish ekstrem. Ko'proq, lekin baribir o'sha
nima deydi xavf xatarni shu nima deydi xavfsiz joydan ko'rib turib ko'rish ayollarga shu narsa yoqadi. Shuning uchun ayollar bu janrni yaxshi ko'radi. Ular sichka o'rog'imda. Uylanganlar juda yaxshi bilsa kerak. Har bitta detalni eslab qolishadi. Anuni jenfiri deb yozganini ko'rdimda. Anuni jenfiri shunaqa edi deb. Qoyil qoldim, lekin men jenfiri haqida umuman o'ylamagandim. Buning uchun ularga rahmat. Ular detektiv baribir erkak kishini shu oyog'idan tortib hamma joyini ko'rib chiqadi bir 3-4 sekundda deyishadi. O'zi bitta ayolni olib shunaqa o'rganib chiqish kerak, opit qilib. Hazil. Ну, вот man как человек, который утверждает, qilamiz yoki yo'q, как bosh prodyuser sifatida, man to'g'risini aytsam, bilardim, что bu janr yeb ketishini. Chunki bu janr detektiv, bu nima deydi? Shunaqa janrki, bu Afrikada ham, Amerikada ham, O'zbekistonda ham yeydigan janrda. Bu odamning psixologiyasi bilan bog'liq janr bu. Men bilardim, что bu zo'r ketishini. Просто bizda endi yangicha bo'lgani uchun ham ssenaristlar, ham boshqa prodyuser, rejissyorlar ular ozgina nima ikkilandi. O'xshaydimi, yo'qmi, auditoriya qanday qabul qiladi deb. Auditoriya, конечно, qabul qiladi. Bizda juda ham nima deydi, aqlli auditoriya. Ularga to'g'ri yozib bersangiz, to'g'ri ishlab chiqarsangiz, ko'radi detektivni. Detektiv это мировой nima bu janr. Ну, aytaman-ku, buni qayerda qilsangiz ham yeb ketadi. Просто to'g'ri qilish kerak edi, все. To'g'ri qildik. Shuning uchun men bilardim, shu formulasi juda ham oddiy. Endi ssenariy redaktori payti ham men ko'rganimda, o'qiganimda ham bilganman. Da, to'g'ri ketyapti, повествованияsi to'g'ri. Rejissyordan to'g'ri tanlaganmiz, shu bosh qahramon Bobur Yo'ldoshevni to'g'ri tanlaganmiz, o'sha formulalar to'g'ri kelgan, все, xudo xolasa yaxshi ketish kerak deb men bunga nima deydi, уверен edim, что bo'ladi. Xudoga shukur, shu oqladi o'zini. Kutunalar o'zini oqladi, undan balandroq bo'lmadimi, Taji? Yo'q, 97-modda umumiy olib qarasangiz, bizani hamma ishlagan seriallarimizning orasida, ya'ni mablag' tomonlama, pul tomonlama eng nima deydi, успешный proyekt пока что. Даже bu o'sha oqlagandan undan ham даже tepaga chiqib ketdi. Chunki erkak auditoriya ko'rdi, asosiy bizda byudjet erkaklarda va ular sog'ingan edi o'zbekcha yaxshi kontentni, o'shaning uchun ko'rishdi, pul to'lab. Ular yana 20 ming so'mda. Kichkina summa bu. Nima desa ham. Asosiy auditoriya bemalol pul to'la oladigan auditoriya. 20 ming so'mni student ham to'la oladi, to'g'risini aytsam. Biznesmen ham to'la oladi, uy bekasi ham to'la oladi. Hamma to'la oladi-da bu summani, biz bilardik. O'zi asli agar себестоимость deydi-ku, kelib chiqishini hisoblasangiz 20 mingdan ko'p bo'lib ketadi u. Lekin biz spesialni pasaytirib qo'yibmiz. Nima deydi? Shu piratlar 10 ming, 15 mingdan sotyapti-da, bizdan kam qilibdi. Shularga to'lamay, bepul ko'rmasdan, keyin shu 20 ming so'mni to'lab ko'ring deb o'sha shu g'oyaga yetib kelsin, shu 20 ming so'm не жалко deb o'shanaqa o'ylashsin deb biz shunaqa kam qilib qo'yganmiz. O'zimizga minus bo'lsa ham. Og'irmaydigan такой summa. Da, og'irmaydigan summa deydi-ku. No, bu vaqtinchalik. Sekin-sekin o'rgangandan keyin, haqiqatan ham o'sha pul to'lab ko'rsam, haqiqatan ham kontent yaxshi bo'ladi ekan desak ham, auditoriya o'zi sekin-sekin o'rganib oladi. Самое главное o'rgatib olish biz uchun. Madaniyatni o'sha kiritib olish. O'zi yangi mahsulotlar bo'yicha, yangi seriallar, filmlar bo'yicha rejalar qanaqa hozir, qanaqa bosqichda ketyapti qaysi serial masalan? Da, hozir rejalarimiz mana bu yil 3 ta franshiza chiqadi. 3 ta franshiza, birinchisi bu maktab polniy metr kinoteatrlarga chiqadi. O'sha boya gaplashganimizdek, xudo xolasa zritellarimizga jalb qilmoqchimiz. Kelinglar, maktab kinosini ko'ringlar. Xudo xolasa unga juda ham katta mehnat, mablag' qilinyapti, чтобы bu butun dunyo ko'rishi uchun-da, butun dunyo, O'zbekistonimiz ko'rishi uchun auditoriya borib, haqiqatan o'qdi, o'zbek kinomi degan nima deydi, ощущение olib kelmoqchimizda, xudo xolasa. Ambitsiyamiz katta. Ikkinchi franshizamiz bu hammasiga Istanbul aybdor serial. O'sha Turkiyada olib kelganmiz, Istanbulda, o'shaning ikkinchi fasli bo'ladi. Uchinchi franshiza mana shu 97-modda serialni
ikkinchi faslini xudo xohlasa ishlab chiqaramiz. U kuzda ko'rasizlar uni xudo xohlasa. Undan tashqari yangi franshizalar bo'ladi. Ayollarimiz uchun Bekalar degan serial qilamiz xudo xohlasa. Juda ham bir unikal yangi serial boshlaganmiz. Paxta davri esingizda bor. Sovet payti. O'shanda juda ham katta nima deydi, bir katta muammolar bo'lgan, nechta taqdirlar buzilib sinib ketgan o'sha paxta ishi deydi-ku. Shu paxta ishini biz xudo xohlasa shu haqida serial qilyapmiz katta. 80-yillarda bo'ladigan juda ham katta proyekt. Shu aytganingizdek, endi biz faqat mahalliy auditoriya uchun emas, хотя бы o'sha SNG uchun qilmoqchimiz shu serialni xudo xohlasa. Hozir ish olib borilyapti, shu yil qilamiz. Undan tashqari Gruz 154 degan yangi serialimiz martda syomkasi boshlanadi. Shu yilning qishda yoki kuzida taqdimotini qilamiz. U vodiyda, Qirg'iziston chegarasida, bilasiz, qancha tunnellar temasini bilasiz. Shu mavzu haqida serial qilamiz xudo xohlasa. U ham katta proyekt. O'sha Tamoshniy komitet bilan birgalikda xudo xohlasa qilinadigan serial bu. Ham katta. Shular zritellarimizni kutib turibdi, tomoshabinlarimizni shu yilda.